Turkchada harflarni kodlash, ya'ni ingliz tilidagi spelling qanaqa bo'lishini hech eshitganmisiz? Yo'q deysizmi? Unda qani marhamat. Alo, merhabalar. Son fatura tutarımı öğrenecektim. Tabii efendim. Öncelikle size hitap edebilmek için isminizi öğrenebilir miyim? Bilal. Pardon efendim. Anlayamadım. Kodlayabilir misiniz? Tabii. Bursa, İzmir, Lüleburgaz, Adana, Lüleburgaz. Bilal Bey. Tamamdır, teşekkürler. Son faturanız 3750 TL. Harflarni noto'g'ri tushunishni oldini olish uchun turklar harflarni kodlashni juda ham qiziqarli yo'lini topishgan. Har bir harf Turkiyadagi bir shaharni yoki u harf bilan boshlanadigan shahar bo'lmasa, qaysidir tumanni nomi bilan kodlanadi. Masalan, A harfi Adana, B harfi Bursa, C harfi Ceyhan. Bu kodlash tizimi telefon suhbatlarida, banklarda, aeroportlarda keng ishlatiladi. Bu so'zni shu tarzda kodlash Turkiya xaritasini ko'z oldingizda jonlantiradi va turklarning deyarli hammasi shu tarzda kodlab ishlatishadi. Endi izohlar qismida o'z ismingizni turk tilida kodlab yozib ko'ring va bu challenge-ga do'stingizni taklif qiling. Ha, aytgancha, qaysi harfga qaysi shaharlarning aytilishini to'liq jadvalini Telegram kanalimiz orqali o'rganishingiz mumkin. Görüşmek üzere.